maslahatlar bilan bo'lishib turibmiz, xudo xolasa. Biz sizni el aralıq konsultant qatarı yaxşı bilemiz. Sizin texnologiyalarınızda, sizin qılayotgan işlerinizde biz yaxşı görüp kelatabız. Bizde qanday, sizlerde qanday, oşol boyunca kişine salıştırуу retinde ve konsultasiya qatarında aytib ketsangiz. Juda yaxshi. Biz mana kechadan beri ko'rgazmada ishtirok etyapmiz. Birinchi marta Qirg'izistonda bo'lishi. Bizda O'zbekistonda bunaqa ko'rgazmalar juda ko'p bo'ladi. Juda katta masshtabda bo'ladi. Endi masshtab jihatdan oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda biroz kichkinaroq, normal holat, hududiy bo'lganligi uchun va mana shu tafovutlarni ko'ryapmiz, farq deymiz. Bu yerda qanaqa farqlar bor. Albatta bir necha yillar oldinroq bizni o'sha boshlagan bir holatni ko'rdim. 10 yil oldin bizda shunaqa ko'rgazmalar bo'lardi. Tashkiliy jihatdan ham ishtirok jihatdan, munosabat jihatdan shunaqa bo'lardi. Ya'ni tajribalarga bo'lgan, ilmga bo'lgan munosabat nisbatan pastroq, ishtirok pastroq, kelib ko'proq shu savdo yarmarkasiga o'xshaganroq. Ya'ni men kechadan beri kuzatib aloqada yuribman. Agronomlardan maslahat olish ozgina kamroq ekan bu yerda. Ilmga, tajribaga bo'lgan munosabat ozgina kamroq. Biz uchun hozir tushunib yetdikki, faqatgina o'zi bilgan ilmni olib turib, bu yerdan bulardan preparatlar olib, narsalar olib o'zi bilgancha qilsa, u baribir natijasi avvalgidaqa bo'lib qolyapti, pastroq bo'lyapti. Demak, buni bitta yo'li bor. Faqat bu yerdagi zamonaviy tajribalarni olib, o'shalarni o'rganib, uni hayotga tatbiq qilish kerak. Ya'ni qilayotgan ishiga yangilik olib kirish kerak. Ya'ni eski ishni qilish bilan yangi natijaga erishib bo'lmaydi, deb bo'ladi. Bu juda katta mavzu. Shu yerdagi solishtirmalarda farq bor. Bizda ko'proq ilmga o'tirib, yo shoshma, siz mutaxassis ekansiz, men nima qilsam yaxshiroq bo'ladi, o'tgan yili bunday qildim, mana bunaqa muammo bo'ldi desam, bitta katta tafovut bor. Men bilaman o'zim, sizniki kerak emas demaydi bizda. Bizda o'rganadi. Bu yerda men juda ham ko'p aytyapman, sen ber, biz o'zim bilaman deyapti hammasini. Bu juda ham katta xato. Biz bu xatoni juda ko'p O'zbekistonda yo'l qo'yganmiz. Qirg'izistonlik bizning hamkorlarimiz avvalo berga ilm, tajriba istab kelish kerak. Kelganda shundoq kelsam, boraman, mutaxassisdan maslahatini olaman, yaxshisini. Chunki u mutaxassis, u Turkiyaga boryapti, u Misrga boradi, u Gollandiyaga boradi, Germaniyaga boradi, yangisini olib keladi, buni hayotga tatbiq qiladi. Xuddi avval Moskvich Jiguli minib yurgan, hozir kelganda Mercedes minaman desa, meni Moskvichim yaxshi deyapti-da, Mercedes itaryapti. Bunaqa bo'lmaydi-ku. Yaxshi bo'lish uchun demak, ilmiy jihatdan yaxshilanish kerak. Asosiy tafovut shu. Lekin umumiy olganda dehqonchilikka Qirg'izistonda layoqat bor. Dehqonlarimizda ilm bor. O'ziga yarasha shakllangan, iqlim tuproq sharoitini yaxshi bilishadi. Faqat buni endi professionallik darajasini ko'tarish kerak. Shu tafovutlar. Boshqa o'zgacha bir nima yo'q, faqat buni ko'rgazmani ko'rganda ba'zi bir tafovutlarni ko'rdik. Endi buni yanada mavqeini ko'tarish kerak. Ya'ni buni ko'proq odamlar ishtirok etishi uchun buni mavqeini ko'tarish kerak. Ko'proq mutaxassislar jalb qilish kerak. Iloji bo'lsa xorijdan mutaxassislar kelsin. Iloji bo'lsa bu yerdagi ko'rgazma ishtirokchilarini ro'yxat qilib, bularni hammasini O'zbekistonda bo'ladigan ko'rgazmalarga taklif etish kerak, chaqirish kerak. Buna faqat ko'rgazma, balki bog'lar bor, balkim juda ham ko'p bu bo'yicha mutaxassislar bor, ochiq dalalar bor, anjumanlar bor. Bu yerda borib hammasi qog'oz daftar bilan olib, bu yerda video YouTube'larga olib, o'sha olib kelsa YouTube'larga qo'yilsa, mana sizlarga o'xshagan kanallarga bu yerda ma'lumotni esdan chiqib qolmaydi. Xohlagan vaqtda olib ko'rib turadi. Demak, yana qaytarib aytaman, birinchi o'rinda ilm va tajriba, keyin mehnat bo'ladi. Keyin mehnat. Faqat chopaversa, mehnat qilaversa, boshqa qilaversa, o'z bilgancha, mana shuncha yil ishlardi-ku. Muammolarimiz bor, to'g'rimi? Yaxshi bo'lish uchun demak, faqat o'zgartirish kerak. Munosabatni o'zgartirish kerak. Mana shunaqa qilsak to'g'ri bo'ladi. O'rmonali aka, konsultatsiyangiz uchun cho'ng rahmat. Qirg'izistonga qo'shib kelibsiz, ishlaringizga omad. Inshaalloh. Harakat qiling. Ishlaringizga omad. Sog' bo'ling.